ham aytamiz. Hozir Mulla Karimberdagi to'g'risida yana bir ikkita og'zim gapim bor. Keyin o'sha mavzuga o'tamiz. Mulla Karimberd akani mana bu Xonobodda paxtasida bir Tillaxon To'ra degan odam bor edi. O'tib ketib qoldi u kishi. Shu kishi aytadi, Ibrohim Hojir Oxunboboyev endi boringki, o'sha 43-44-yillari mana shu yerda uloqqa berdi. Mana shu hozir bizni zonada maytda hovuz bor edi. Shipanda bag'da eski Shipan hovuz bor edi. Tol bor edi. Katta uloqqa berdi, o'zi joy katta yig'in bo'ldi dedi. O'zi yashagandi. Shunda Xo'ja Yusufxon To'ram bor edi. Yozib oling. Juda polvon odam edi. Xo'ja Yusufxon To'ram ham tahsillari juda chiroyli, kelishimli, ko'zlari oqu ko'z edi. O'sha men 60lardan oshgan vaqtda ko'rganman. Ilgarim ko'rib yurardik-ku. Keyin shu 65, 67, 6larga kelib 63dan o'tib ketib qoldi kishi. Shu 60 yoshlarda ko'rganimcha chiroyli, kelishimli odam, o'zi ham polvon odam edi. Uloqchi edi. Shu ikkalasi dedi, tortishib qoldi dedi. O'sha Teshon To'ra nima aytdi? Tillaxon To'rada aytib berdi. Tortib qoldi dedi. Ularni bir sonini dedi, Mulla Karimberd akam ushladi dedi, bir sonini Xo'ja Yusufxon akam ushladi. Tana osilib ketgan juda vazn ulardi. Yig'indi dedi, 3 marta aylandi dedi. U ham kuchli, bu ham kuchli, tortib ololmayapti. Bir-biriga olib ko'tarib ololmayapti dedi. Shunda dedi, tol bor edi dedi. Otni qo'yib yuboradi menga odam uloqni qo'yib yuboradi, ketaveradi. Otni jugani qo'yib ketaveradi. O'sha qo'yib yuborganda ot dedi, rosa tolga borganda dedi, mana shunday qilib ayrildi dedi. Ayrildi dedi, uloqni bel tomoni dedi, bor tolga urildi dedi. Ot ikki tomonga tirqirab ketdi dedi. Shunda dedi, Xo'ja Yusufxon To'rami dedi, Xo'ja Yusufxon akami qo'llaridan chiqib ketdi dedi. Mulla Karimberd akani qo'llaridan chiqmadi. Bu demak baquvvat ekanda buni g'oyatda kuchli ekan. Ini aylantirib, 2-3 aylantirib, keyin tashladi Mulla Karimberd aka. Deb endi uni yana bitta ishini aytaman, batdan chiqqandan keyin buni Budyon cheskamizda. Budyon degani o'sha Budyon kolxozini yeri. Bitta bo'lak yangi bo'lganda kolxozlar yer ochgan. Baliqchidan kelib, baliqchi degan maqsad nimasi? Baliqchidan 10 xo'jalik kelib, shu yerda yer qilgan. Budyondan kelib, Budyonda yer qilgan. Budyon cho'li bo'lganda, Bronza kolxozining cho'li. Mana shunaqa, mana buni Lenin deymiz, Lenin kolxozining cho'li. Mana shu hamma cho'llarda o'shana qilib odam qilib yer qilishgan bilan hammasi ota bobomiz. Xullas qolib, Mulla Karimberd aka dedi, yo'lchi to'ychilar dadasi aytadi. Brigada urib qoldim dedi. Bir yaxshi otni o'zbek arabada chigit toshiydi, dori toshiydi, unda traktor kam. Yana ayna qilib bering, bir kuni ekan, shu sentabr boringki, nima avgust oylari kirib qolganda, Qur'onali debdi. Bir ish qilgin debdi. Nima qilaman debdi. Desa, uni tagimda men yurgan ot yaxshi ot debdi. Uloqqa boshqa hammaga yaraveradi debdi. Shu menga picha yem qilib bersang, shuni bir baqsam, unda mehmonxona edi hamma. Birgada o'zim 10-15 ta mehmonxona edi. O'sha mehmonxonaning go'shini ko'taraman men debdi. Ya bo'pti, Qurbon akani gapi, men o'zim bilan gaplashganman. Ham bir qo'yarni qo'yib bug'doy makka qilib, arpa qilib, bir 8-10 qop yem qilib berdim. O'zi qildi, bir 10-15 qopni yem bo'lib, ag'dan badag'ini yeni otni baqib tayyorladi dedi. Mehmonxona vaqti bo'ldi, ular boshlanib qoldi atrofda. 7 ta bo'zak olib keldi, olib qochib keldi. 7 ta ularni olib keldi dedi. Shunaqangi polvonni buni ola olmasdi-da. Shuni o'zi bir kuni gapirib beribdiki, men ta'jib qoldim debdi. Molxonam, otxonam otni olib chiqib tashqarida nimasi pastda eshik kesak pastroq. Olib chiqib egallardim. Orqamdan bir 7-8 ta ohli quvib kelib qoldi. Uyga kirib olganman. Uyga olib kirib olgan, ular olib qochib qaytmasa olib kelgan. Qarasam otxonaning eshigi ochiq ekan debdi. Shu qamchilab solganimda ot emgalab kirib ketdimi, o'zim ham uloq-buloqdan kirib ketganman debdi. Otni yetalasam egar yeb qolyapti. Ha o'sha Qurbon akani gapi. Qanaqa qilib urgan emgalab kirib ketganman, ot endi chavandozdi, ot ham bilatda hayvon nihoyatda otcha esli narsa bo'ladi-da. Shuni uloqni olib qoch, 7 ta uloq olib qochib keldi o'sha endi. Olib kelib dedi, mehmonxonani yullatib bergan deb Mulla Karimberdga Xudo rahmasin, Sirojiddin degan o'g'li bor edi. Bitta yashab turing, kichkina o'g'li o'tib ketibdi, ikkita edi o'g'li. Bir kun nimalardan so'radim. Adaham bo'ydan so'rasam, kichkina o'g'li o'tib ketdi, kattasi bor deb. Shunaqa endi haligi gapingga binoan endi ularni haqiqatda ham endi ish quvvachini menga yurak bo'lish kerak. Endi u ichkariga kirish
o'zi durust emas. Durust. Nimaga durust emas? Birinchidan chavandoz o'zi polvon bo'lsa, o'zi olish kerak. Olish kerak. Hozir mana o'zing ko'rib turibsan, bedanavozda ham g'irram, xo'rozvozda ham g'irramchilik, otvozda ham, qumorvozda ham hammasida g'irramchilik bor. Hamma hunar g'irramchilik. Ilgarigi o 50 yil, 60 yil, 70 yildagidagi yo'q, g'irramchilik o'tib ketib qoldi. Endi nimaga chavandozlikda g'irramchilik desang, mana o'rab turib 10 ta otliq ko'tarib beradi senga. Ko'tarib beradi. Otingni yetalayapti. O'zi har kim o'zi olish kerak. O'zi polvon o'zi olib, o'zi olib chopish kerak. Otni zo'ri, polvon zo'ri o'shanda bilinadi. Endi unaqa tarafma-taraf bo'lishi. Endi biz ham boramiz. Sen ham ot boqqansan, men ham ot boqqanman. Endi biz ham yemek yezgan yozmadan qaraganmiz. Meni biror marta bir yo'l bo'lsa ham chiqarib chopamiz deymiz. Unga endi ular otlari ham xil, o'zlari ham chavandoz, baqbaqot bolalar. Hani o'rib olib bizga bir chiqartirmaydi-da. Endi ko'p tarama-taraf bo'lib ketadi-da. Tarama-taraf bo'lib ketadi. Shunda endi achchig'im kelib qolganda kiraman ekan. Piyada kelib otni ham tashab qo'yaman. Shap kirib borib, o'sha uni yo'lini bilish kerak. Ayog'ini ot bosadi, ot u kalada ot ikki tomondan ot kelib siqadi, uradi. Shunga chidashing kerak-da. Shunda bir mana u nimaga Mo'tursun Qossob dedim, unga ham ko'p nimaga Yoqub Qossobga ham ko'p Ahmad aka ha bir deydi, o'zim bilaman. Endi shat kirib turib chiqarib yuboraman. Bo'zayda shunaqa bo'ladi. Mana yurak kerak. Mana u nimadan hozirgi bozorda o'rnida BDP edi o'sha. 90 ga ketgan ekan, bahor sari ekan. Men ularda bo'lganini bilmabman. Nurmat aka milisa mayor edi, bilasana? O'sha ukasi bor, Sobir degan, uloqchi bu ham yaxshi bola. U hozir bormayman, bilmayman, ko'rmayapman. O'sha Sobir ham juda chavandoz bola. O'sha chavandozligi shuki, uloqning ustida tikka qilib tikka ketadi. Sobir o'zim ko'rganman. Jida uloqning ustida uloq chopgan, Sobir juda chavandoz bola. Shuni agasi endi Nurmat bersa, işte nevaralik deb uloq bo'zay so'ygan ekan. Men bir ish bilan velosipedda eshitib qoldim. Yo'q, otim bor edi. Bu yerda borsa shunaqa, mana ibaylar o'sha yerda o'ktamovatda oshxona ochishar ekan. Velosipedda olib kirib qo'yib, kirib bor, ular juda qizib qolgan ekan. Kun ko'tarib 10 billar olib qolganda. Kun ko'tarilib qolgan, 10 billardan oshib qolgan ekan. Bordim, bilasan, haligi Hamidullah karatechi bola. Bilaman. Yaxshi oti bor edi. Tanish, batga ham kelib yurardi, biz bilan qadrdon edi. O'sha o'sha Aslxon Tason to'ra tanishtirib bo'ldi bizni. O'zi ham polvon kelishgan. Ular chopmaganda, endi otga ishqibozligi bor, chopmagan. Ko'rib qoldi meni. Ko'rib qolib, endi odamlar o'tirib ko'rib qolib, yugurib keldi. Otliq keldi, kelib so'rashib, Ahmadjon aka dedi, hozir dedi, qo'y qo'yadigan bo'lib turibdi, shunga bir dedi chiqarib berayman dedi. Taqsir, siz uni eplolmaysiz, ular vazman dedi. Dedim, "Ya" dedi, "Eplam yo'q. Men kelib ko'tarib beraveraman sizga, qo'shat uzatib dedim, baylab nima qilaveraman dedim. Eplamsiz eplayman dedi. Bu endi ko'yni qolmasin dedi. Men bo'p dedim. Akatizgin bormisan, bor dedi. Bir qarich yerga tushmaydigan qilib dedim. Akatizgin mahkam baylang dedim. Men dedim, shu ularcha kirib boring dedim. Kelishim oldi dedi. Ayni o'shani aytmasang bo'lmaydi. Akatizgin bo'lmasa bo'lmaydi. Ularcha kirib boring, u 100 tadan nariyosida otib juda o'ldi bo'lyapti ular. O'sha qo'lingizni daqsiz bo'ldi dedim. Endi qarab turibman tikka, endi yetib bordi, ko'rdim, borganini ham ko'rdim. Rosa uloq ustiga meni borganda lekin da qilib bo'ldi, damizlavering dedim. Shabayt lekin kirib bordim lekin. Oldlaridan kirib borib, yetib bordim. Yetib borib lekin qarasam Hamidullohning ustida turibdi, otin suryapti, baqa suryapti. Shabaytini ko'tardim, eplolmadi. Lekin yakachigini shat solib, pay bor ekan, payning teshigini bir tushirib bayladim. Baylab turing ekan. Shunda o'ng tomoniga kelib bir qaysi ot kelib urganda tizzamni eshib qo'ydi. Qarasam bo'lmaydigan, ikkinchisini chugarmadim, qattiq bitta chugib berdim, haydang taqsir dedim. Endi olib chiqib berdi. Endi ot gala chiqadi-da. Hamma chiqadi-da. Uning ustidan sen ham chiqishing kerak-da. Shunda nihoyatda ushlar bo'lasan-da. O'sha bitta otni uzangisini, bog'ini ushab olasan, mahkam. Ushab chiqasan. O'sha bilan yiqilmaysan, bo'lmasa u seni ezib olib ketadi. Hop bag'inigini, hop bag'ini nihoyatda shuni o'rganish kerak. Ne o'sha chiqib surilib seni ot surilib ketgandan otlar sekinlaydi, sekin yugurib to'xtaysan, sekin surilib chiqib ketaverasan. Oyoqlarni ezib yordi, pachaqlab yordi. Oyoqni bir oy oqsadim.
Yo'q, olib chiqib aylantirdi-yu, ko'tarib oladi. Ko'tarib oladi. Ha, ikki matrasa egasini sudrab aylantirdi, baribir aytganman, ololmaysiz deb. Ololmadi. Ha, endi bunaqadan juda ko'p nima qilganmiz. Endi o'zim ham mana bu nimada qumda ular olib bordi, bir kuni borsak, bu Turdal polvonda yaxshi bir temir ko'k, bir 5-6 yoshli toy bor. Yaxshi kelishimli edi. Ja, tig'dor edi. Borib uloqqa o'tirib qoldik. Tomosha o'tiruvdik, zakan bo'yida odam ko'p. Ichkaridan odam o'ragan, keyin eski taka ekan. Ammo taka ham 40 kilo, 35-40 kiloga boradi. Azman. İçiga agar yengil bo'lsa, yo tuz tashlaydi, yo makka tashlaydi. Shu paytda shuni o'sha 40 kiloga mo'ljallaydi. Xullas kalon Turdal polvon aytdiki, Ahmadjon otni mining dedi. Men aytdim, qo'yavering desam, mining deyishdi. Minsan mining dedi. Mindi. Yine mana o'shali Onorboy degan bola bor edi. Imtiyozda o'sha ichkari tomondan edi. U dadasi mana nimada mol boqqan bo'lar. Hatto amakisi aytdi Qosim degan mana bizni hozirgi Rahmon Shipangida olib endi qo'yan baqqan amakisi. Xullas kalon ikkalamiz ular tortishib qoldik keyin. Bir tomonni men bosdim, bir tomonni bosdim. Mashinaga qarab 300 metr ekan zakanga do'miga ikkovimiz otimiz ham chiqib bordi. Hattan baqa qarab qaytdi, otni qo'yib yuborganmiz. Men ham bosib olganman, bir tomonni, u bir tomonni bosib olgan. Yaqin o'sha odamlarga yaqin kelganda men mingan ot bir qoqindi. Qani ot bir qoqindi. Bir qoqinuvdi, uni oti bir qarich oldiga, ikki qarich oldiga jildi. Yana bir qoqinuvdi, meni otim dumbala qochdi. Men mingan ot dumbala qochdi. Uni ham qo'ldan uloq tushib qoldi. U ham eplolmadi, uloq tushib qoldi, yugurib ot o'tib ketib qoldi. Jonda shirinligini ko'rib qo'y. Shunaqa shirin bo'ladi. Otni ustidan ot dumbala qochganda ikki oyog'imni ham baravar chiqarib ot egardi ushab, otni ustidan baqa tashladim. Hali otni cheti kelyapti tepadan yumalanib. Siz ugisa ha, u men yerga tashladim. Ko'zim o'shanda.